أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Durusul Balagha namliq bir qancha musannif bo'lishib yozgan, yangi zamonda yozilgan balag'at kitobi. Ya'ni yangida o'qish boshlagan uchun tayyorlangan, intayin oddiy qilib tayyorlangan. Balag'atdagi qiyin, chigik masalalarni chiqarib, oddiy masalalarni qo'ygan. Nima qilish uchun? Lit-ta'sis. Ya'ni balag'atda asos silib olish uchun. Asos tiklab olish uchun. Xo'sh, endi biz 5-bobga to'xtagan edik. Orada bir to'xtab qoldik. Shu yerdan boshladik. Endi biz 5-bobga kelgan edik. Fil itlaqi ve taqyid. Yani biz ilmil maanida ketyapmiz. Yani itlaq ve taqyid. Cümle qaranglar. Masalan, cümledeki asasi ikki bo'lak bo'ladi. Musnad ilayhi. Yani mubtada xabar yoki fi'il fa'il. Bu cümledeki en baş asas iki bilek. Şunu anlamam. Yani mubtada, haber, fiil ve fail. Cümlede eğer de şu mubtada haber ganam ya ki fiil fail ganam cümlede sözlense, şunu olan kifaye kılınsa bu nimde batırıldı o? Mutlak da batırıldı. Mutlak. Nim için andak bulundu dese bir kança cihettin. Yani en asas manasından biri çıkıp bağlı butkallıkı yagi hemmigi bağlı bulunduğun. Yani mukayyet olmasa umumlu payda olur. Umumluk ne? Bunu onda manasın var, bunda manasın var, bunda manasın var. Bir münci manası var diyen gibi. Çıkıp bu cümleyle bağlı bulduğun yani belge bağlı bulaş için ne kadar o cümle mutlak getiriyordu. Umumlu payda bulundu. Hem de cümle bazı da şu fiil yagi failga mef'ul ziyade bulup kaldı. Ya ki hal, ya ki temyiz, başka bir ziyade bulup kaldı. Ya ki mubtada haber, mubtada sübetlenip kaldı, ya ki haber, sübet, ya ki etme bayan, ya ki bedel degandek bir müddet qo'shimchalar qo'shilib kaldı. Bu nida batırıldı o? Bu muqayyet de batırıldı. Bu çağda cümledeki beştiki umumi bo'lgan ma'noni nima qiladi o? Xoslaydi. Ma'lum bo'lgan bir ma'noga xoslaydi, maxsus bo'lgan bir ma'noga. Shuni o'ylab bizga nima uchun deganda agar mushu xoslik kelmasa bu kitob so'zlik uchundagi g'arazi nima tushunilmay qoladi. So'zlik uchuning g'arazidagi haqiqiy foydadan biz nima foydalanmay qolamiz. Shuning uchun muqayyatning foydasi o'z o'rnida, mutlaqning foydasi mo o'z o'rnida. Xo'sh. Endi musaddiqdagi iboralarga kelaylik. 5-bob fil itlaqi ve taqyid. Cümlenin mutlaq keltirish ve muqayyat keltirish haqida. Mutlaq degan bu tushunda anglayna. Muqayyat degan nima? Qaydlik degan. Qaydlik sanadi, muqayyat sanadi bu. İza qtusira fil jumlati ala zikril musnadi ve musnadi ilayhi vel musnadi ilayhi fel hukm mutlaqun. Qachonki cümlede musnadni ve musnad ilayhini zikr qilishga kifoya qilinsa, ya'ni musnad ve musnad ilayhini zikr qilish bilan kifoyalanilsa, uqtusira degan iktifa degan ma'nosi. Uktufiya degan bo'ldi. Nima fel hukm mutlaqun. Hukm mutlaqdir. Ya'ni men degandek cümlede mubtada xabarlar zikr qilinsa yoki fiil fa'illar zikr qilinsa, bu cümle nima bo'ladi? Mutlaq cümle deb ataladi. Shuning eng oddiy masalan, eng oddiy. Ma qanday o'zi mutlaq ekan desanglar, cümlede faqat mubtada xabar Zaydun qaimun faqat yoki qama Zaydun degan bor ekan. Zaydun qaimun alimun. Zaydun qaimun mümkün Zaydun alimun qaimun la anda mesken. Yoki qama Zaydun rakiban. Ama qama Zaydun sari'an anda gap yo'q ekan. Qama Zaydun qaimun bo'lsa nima ekan? Shu mutlaq. Jumla mutlaq deb ataladi. Xo'sh, endi va iza zida alayhima shay'un mimma yata'allaqu bihima. Endi qachonki mushu musnad ilayhiga musnad ilayhiga aloqador bo'lgan narsadan bir narsa ziyoda qilinsa, aw bi ahadihima yoki musnad ilayhining yoki musnad ilayhiga aloqador bo'lgan narsadan birsi ziyoda qilinsa, fal hukm muqayyadun. Hukm muqayyaddir. Masalan, musnad ilayhiga qatadigan narsa degan masalan qanday narsa? İkisiga bir qiladigan narsa degan fiil fa'ilniki mutaalliqatlar. Qama Zaydun
Demek daraba Zeydun amelen desek bir şey nima? Fiil failga aloqador mı? Amelen degan qayd nimaga? Fiil failga aloqador. Musnad ilayga aloqador. Endi masalan Zeydun alimun fadilun. Zeydun alimun fadilun desek mesela. Yoki ra'aytu Zeyden aliman desek, ra'aytu Zeyden aliman desek bir şeydeki aliman degan sifat nimaga aloqador? Zeydenga aloqador. Yani bir narsaga aloqador yoki musnadga yoki musnadga mesela. Badal mesela. Hada raculu Zeydun desem, hada raculu Zeydun desem, bir şeydeki racul degan gap nimaga aloqador? Hadaga aloqador, bog'lanadi. Onun bedeli bo'ladi shunday mesela. Fel hukmu muqayyadun. Bunda olganda hukm nimadir? Muqayyaddir. Endi vel itlaqu cümleni mutlaq keltirish yakunu haythu la yeta'allaqu al-gharadu bi taqyidil hukmi bi wajhin min al-wujuh. Liyadhhab as-sami'u fihi kull madhhabin mumkin. Yani cümleni mutlaq keltirish qanday yo'lda bo'ladi desa, yani mutakallimning g'arizi bu hükümni qaydlash bilan hech yo'llardan hech bir yo'l bilan aloqador bo'lmagan yerda bo'ladi. Yani bu hükümni qaydlashda hech qanday bir yo'l yo'q, hech bir sabab yo'q. Bu hükümni qayd keltirishga hech qanday bir sabab bo'lmagan yerda qanday keltirildi? Demak, jumla mutlaq keltirildi. Nima ish qilsa liyadhhab as-sami'u fi kulli madhhabin mumkin. Gapni anglag'uvchi bu jumlada shu bağlı bulunduğun mümkün bo'lgan mazhabning hammasiga berish uchun. Bunda qismi bo'ladi, unda qismi bo'ladi, unda qismida bir muncha yo'lni keng bayon qilish uchun jumla nima qilinadi? Mutlaq bayon qilinadi. Mutlaq shaklda. Va taqyid endi qayd jumlani qayta keltirish. Jumlani muqayyad qilib keltirish nima uchun bu qanday yerda bo'ladi desanglar, bu o'rni nerda desa o'rni haythu yata'allaqul gharadu bi taqyidihi bi wajhin maxsus. Yani mutakallimning g'arazi, murodi bitaqidi bu cümlenin qaydni qilish bilan bivajhin maxsus. Maxsus bo'lgan bir yo'lga aloqador bo'ladi. Demak, nima uchun qayd qiladi bu jumla desa, bir muncha yo'ldan bir yo'lni, bir muncha sababdan bir sababni nima qiladi? Xoslaydi. Shu bir sababga to'xtatmoqchi gapni. Mazmunni bir muncha mazmundan bir mazmunga yig'inchoqlamoqchi, xoslamoqchi bo'lsa, shu chaqda qayd qilinadi. Law lam yura'a tafutul faidatul matluba. Agar mushu qoidaga, ya'ni mushu taqaydlik jumladagi mush bir muncha yo'ldan bir yo'lni xoslash uchun qaydlash degan qoidaga bo'ysunilmasa, rioya qilinmasa, nima matlub bo'lgan foyda qo'ldan ketadi. Ya'ni mutakallimning g'arazi, ya'ni mush maqsad qilgan ma'nosi, asosiy maqsadi nima? Qo'ldan ketadi, jumladan foyda chiqmay qoladi. Xo'sh. Endi ولتفصيل هذا الإجمال أمد biz hem şekilde biz mucmel bayan kıldık, mucmel. Bu mucmellikni tefsili bayan kılış için nekul, mundaq deyimiz. İnne teqyida cümleni, mutlak cümleni qaydli qilish, qaydli keltirish nima bilan bo'ladi? Ya yakunu bil mafail. Birinchi bo'lib maf'ul bilan bo'ladi. Mutaalliqat dedikmi? Musnad ilayning mutaalliqatlariga nima hammasi shu deydilar. Musnad ilayning mutaalliqatlari qo'shimchalar jumlaning asosiy bo'ligi emas, nima? Qo'shimcha bo'lakdir. Jumlaning asosiy bo'ligi nima? Musnad ilayhi. Qo'shimcha bo'laklarchi degan tuvanda bayon qilinganlar. Ya'ni maf'ul bilan bo'ladi. Jumlani qaydga keltirish, mutlaq jumlani muqayyad qilish nima bilan bo'ladi? Ya maf'ul bilan bo'ladi. Maf'ullar degan gap maf'ulun masalan maf'ul mutlaq, maf'ulun bih, maf'ulun fi, maf'ulun lah, maf'ulun ma'a. Tushundingmi? Mushu maf'ullar bilan bo'ladi. Va nahviha. Va maf'ulning o'xshashlari bilan bo'ladi yoki. Maf'ulning o'xshashlari nima? Hal, tamyiz masalan. Hal tamyiz degan maf'ulga o'xshaydigan, zo'r qiladigan narsalar. Va nawasikh yoki nima bilan bo'ladi? Nawasikhlar bilan bo'ladi. Mutlaq jumlani muqayyad qildirish yoki nawasikhlar bilan bo'ladi. Nawasikh degan nima? Desanglar, ya'ni cümlede asli qaydada Zeydun qaimun. Nima Zeydun nima? Mubtada. Qaimun xabar. Nawasikhlardan birisi cümle shunda kelib qoldimi? O mubtada xabari isimiz kelib ketadi. Masalan, ka huruful mushabbah bil fi'l masalan. Huruful mushabbah bil fi'l mesela inna Zeydan qaimun. Asli Zeydun qaimun, Zeydun mubtada qaimun xabar idi. İnne kirdi, isim özgürdü moda. Zeydan innenin ismi qaimun ço innenin xabari olarak kaldı.
Kâne'ye okşaması. Kâne. Kâne ef'al nakisa. Bu mu nima? Navasiklardan. Minen navasik. Kâne kirdi. Zeydun alimun. Zeydun mubtada, alimun haber. Kâne kirdi. Kâne Zeydun alimen. Nima o'zgartdi? Kâne ve Zeydun Kâne'nin ismi, alimen Kâne'nin haberi aylandı. Xuddi shuningdek, ya'ni shuni o'xshiga va hakada. Ve şart ve mutlak cümlenin muqayyad cümlege aylanishi ba'zi nima bilan bo'lishi mumkin? Shart bilan bo'ladi. Shart bilan masalan. Akrim Zeydan. Akrim Zeydan desa nima bu yerda? Fe'l fa'il. Akrim Zeydan fe'l fa'il. Nima? Fe'l fa'il maf'ul. Bu yerdagi bu cümle nima? Mutlaq cümle. Akrim Zeydga hurmat qil dedim. Endi buningga buni qaytash uchun nima qilaman ba'zida? Men sizga abay bir gapni chalaqaptimi? Akrim Zeydan degan jumla mutlaq jumla. Nima ish qilsa, agar fi'il mutaaddi bo'lsa, mutaaddi fi'lning nimasi bo'lishi kerak? Fa'il va maf'ul ham bo'lishi kerak. Bu chaqda nima bo'lmaydi? Bu jumla muqayyad bo'lmaydi. Akrim Zeydan desa, akrim degan nima? Fi'il mutaaddi. Akrim anta zamir mustatir fa'il, Zeydan maf'ul. Bu kamil bir jumla bo'ldi. Bu yerda nima ziyoda gap yo'q, qaytma yo'q. Bu mutlaq jumla. Ammo bunda mutlaq bo'lgan jumlaniki, ammo fi'il lozim bo'lishi uchun chaqda fa'il ham bo'ldi. Fi'il lozimga fa'ildan keyin maf'ulni qatsak nima bo'ladi? Jumla muqayyad bo'ladi. Lekin fi'il mutaaddiga maf'ulni qatqaliqchi muqayyad emas, mutlaq. Jumlaning asosiy bo'ligidir u. Bu gap tushunish bo'ldimi? Akrim Zeydan nima? Hurmat in ja'aka. Akrim Zeydan in ja'aka deb shayni qilib qo'ysam nima bo'ldi? Muqayyad bo'ldi. Akrim Zeydan desam, Zeyd hurmat qil desam, qandaylikim bo'lmasin Zeyd hurmat qil degan ma'no bor edi, tushunarmi? Zeyd kasun kamusun. Nim bo'lsa bu qat'iy nazar Zeyd hurmat qil degan ma'no chiqadi. Ammo injaga deb qo'ysam-chi, jumla qaytib qoldi. Agar kasa hurmat qiling, gap tugadi. Xuddi shunday. Va nafi masalan. Nafi bilan ya qayt qilish nima bilan bo'ladi yoki nafi bilan bo'ladi masalan. Masalan Zeydun alimun. Zeyd olimdir. Unkenidin ma Zeydun aliman. Bunlar nima bo'ldi? Jumla qaytish jumlaga aylandi. Ma Zeydun aliman. Nafi kirish bilan bu jumla mutlaq nimaga aylandi? Muqayyadga aylandi. Nafi harfi nafi bilan. Va tawabi' masalan. Zeydun alimun dedim. Zeydun alimun desam tawabi'lar degan kim nima masalan? Sifat, na'at masalan. Badal, atf bayan, atf nasaq deganlarimiz nima? Tawabi'. Tushunarmi? Masalan, bu tawabi' bilan bo'lishi mumkin. Qandoq? Masalan Zeydun alimun kebir. Desam, ashadagi alimun kebirga alimun kebir degan alimun bo'ldi, xabar bo'lsa, kebir nima? Aniki alimunniki sifati bo'ladi, cho'ng olim deganda. Normalarimiz cho'ng olim degan masalan. Xuddi shuningdek, tawabi bilan jumla nimaga aylanishi mumkin? Qaytlik bo'lishi mumkin. Va g'ayri zalika, shundan boshqa masala. Xo'sh. Endi birdan keldim, birdan. Xo'sh. Ammal mafa'il va nahvuha. Amma maf'ul va maf'ulni o'qishi. Maf'ul deganda nima dedik? Maf'ulda 5 maf'ul dedikmi? O'qishichu hal tamiz dedik, shunami? Maf'ul va maf'ulni o'qishi deganimiz at-taqyidu biha. Maf'ul yoki maf'ulni o'qish bilan qayd qilish nima uchun bo'ladi dana? Yakunu li bayani naw'il fi'li. Ya nima uchun bo'ladi? Fi'ilning turini bayon qilish uchun bo'ladi. Kamada maf'ul mutlaq o'qish masalan. Masalan jalastu jalsatal qari. Jalastu jalsatal qari desam, asli mishada jalsatan degan maf'ul mutlaq. Tushunarmi? Bu maf'ul mutlaq nima uchun kelgan? Ya'ni o'sha jalastudagi o'tirish shaklini, sharkatning, fi'ilning qandoq shaklda elib berilganligini, qandoq turda elib berilganligini bayon qilish uchun kelgan. Tushunarmi? Masalan, li bayani naw'il fi'l, fi'ilning turini bayon qilish uchun keladi masalan, jalastu jalsatal qari masalan. Aw ma waqa'a alayhi degan gap, ay ma waqa'a al-fi'lu alayhi degan bo'lsin. Yoki aw li bayani ma waqa'a al-fi'lu alayhi. Yoki fi'il tushgan narsani bayon qilish uchun keladi. Fi'il uning ustiga tushgan narsani, ya'ni nimani? Maf'ulun bih. Masalan, qara'tul Qur'ana yoki hafiztul Qur'ana desam, Qur'onni yodladim desam, meniki yodlash degan fi'lim nimaga tushdi? Qur'onga tushdi. Ya'ni shu
fiil tushgan narsani bayon qilish. Hafiztu desam nima al-Qur'ana nimani bayon qildim hozir? Meniki fiilim shagidim tushgan narsa nima ekan? Qur'on bo'ldi. Demak, ma gapda nima chiqdi? Maf'ul mutlaq holatda nima bo'ladi? Mutlaqlikdan muqayyatga o'zgartirdi degan gap. Mutlaq holatda. Aw fihi yoki aw li bayani ma waqa'a al-fi'lu fihi. Yoki nimani bayon qilish uchun? Yoki ish harakat uning ichida yuz bergan narsani bayon qilish uchun. Ish harakat uning ichida yuz bergan narsani bayon qilish. U boshqasi maf'ulun bi. Masalan, jalastu fil masjidi. Ya'ni meniki o'tirishdan iborat shartim nerede yuz berganligini bayon qilish uchun, masjidning ichida yuz berganligini bayon qilish uchun keladi. Ya'ni qaytik jumlani mutlaq aylantirish masalan. Aw li ajlihi masalan. Ya'ni aw li bayani ma waqa'a al-fi'lu ma li ajlihi. Fiil şunun uchun yuz bergan. Fiil şunun uchun yuz bergan narsani bayon qilish. Bu nima? Maf'ulun lah. Masalan, darabtu Zaydan nima ta'diban. Darabtu Zaydan nima ta'diban desa, men Zaydni nima qilish uchun urdim? Adablash uchun. Ya'ni meniki Zayd urishimdan iborat shartim nima uchun yuz bergan? Zaydni adablash uchun. Shuni bayon qilish uchun mutlaq jumla muqayyat bo'ladi. Aw bi muqaranatihi. Yoki fiilning shu narsa bilan birli yuz berganligini bayon qilish uchun. Fiilning nima yuz bergan narsasi, birli yuz bergan narsani bayon qilish uchun. Fiilning billa yuz bergan narsasini bayon qilish uchun masalan maf'ul ma'ah masalan. Qanday desanglar? Istaval ma'u val khashabata. Istaval ma'u val khashabata. Su yog'och bilan tang bo'ldi. Daryo ustidan suv kelib, nima suv yog'och bilan tang keldi. Suv yog'och bilan tang bo'ldi. Suv chiqdi mana. Va yog'och. Istaval ma'u val khashabata. Tushunolma? Demak bu fiil mishadagi suvning kelishidan iborat, o'yal suvning ustiga o'yilishdan iborat sharkat nima bilan birga yuz berdi? Yog'och bilan birga. Nima bilan maf'ul ma'hu bilan. Yoki shuni bayon qilish uchun demak. Aw bayanil mubhami min al-hay'ati. Yoki hay'atdan, ya'ni fiilning hay'atidan iborat bo'lgan mubham, ya'ni mujmallikni bayon qilish uchun. Fiilning hay'ati qanday shaklda yuz berganligini bilmasak, shuni bayon qilish uchun bu nima? Masalan, hol. Hal degan nimani bayon qiladi? Fiilning mujmalligini. Fiilning qanday holatda yuz berganligini bayon qiladigan narsa. Shunga buning savol kelganda nima deb savol keladi? Kayfa deb savol keladi. Masalan, jaa Zaydun. Zayd keldi. Gap tugdimi? Qanday keldi? Kayfa jaa? Rakiban. Uloqqa mingan holatda keldi. Fiilniki mujmalligini ko'rsatgan narsani deb ataladi. Hol deb ataladi. Avizzat yoki zotdagi mujmallikni bayon qilib berish uchun jumla mutlaq jumla muqayyat bo'ladi. Zotdagi mujmallik. Chunki nima zotdagi mujmallikni bayon qilib turgan narsaga? Nima deb qilmoqchi? Mau fiildagi mujmallikni bayon qilib turgan narsa nima ekan? Hol ekan. Zotdagi mujmallikni bayon qilgan narsa nima? Ha? Sifat. Tamyiz. Normal tamyiz degan nima uchun keladi? Zotdagi mujmallikni bayon qiladi. Masalan, taba Zaydun nafsan. Taba Zaydun nafsan. Zaydning o'zi yaxshi odam. Zaydning o'zi yaxshi odam desa, taba Zaydun nafsan desam nima? Tamyiz. Zayd yaxshi, Zayd yaxshi desa nimasi yaxshi? Zayd yaxshi desa nimasi yaxshi desa Zaydning o'zi yaxshi. Tamyiz Zaydning zotini nima uchun qilish keldi? Aniqlash uchun keldi. Aw bayani adami shumulil hukm yoki hukmning shamil emasligini bayon qilish uchun keladi. Hukm bizda musnad ilayhi isnad deb narsa bor. Ya'ni mahkumun alayhi, mahkumun bihi nima hukmda. Masalan, Zaydun nima mahkumun alayhi. Qaimuncha mahkumun bihi. Bu ikisi o'rtasidagi bir hukm bor nima? Zaydniki qiyomu Zaydin. Zaydning o'tirganligi nima? Hukm. Zayd nima? Mahkum alayhi. Qaimun mahkumun bihi. Hukm nima? Qiyomu Zayd. Zaydning o'tirganligi. Zaydning o'tirganligi nima? Hukm. Endi mushu
hükümden şamil emasligini bayon qilish. Hüküm hamma narsani chiqarmaydi, faqat bir narsani chiqaradi. Nima ishqi mutlaq jumla muqayyad keladi o? Hüküm faqat ma'lum bir narsani chiqaradi o. Boshqa narsani chiqarmaydi. Shuni bildirish uchun. Va unda shuni tushunolmamda bu asosiy ma'nosi bu. Unda olgandan keyin masalan men bunda desam ja'ani mesela ja'ani Zaydun desem benim kaçıma Zeyd geldi. Qanday Zeyd kelsa bo'ladi? Ja'ani Zaydun alimun desem jo. Demek bo'ladi nima uchun bu sifatdan bo'ladi? Sifat. Ja'ani Zaydun alimun desem benim kaçıma alim Zeyd geldi desem bu chaqda jahil Zeyd kelmedi. Tushunarmi? Jahil Zeyd kelmedi. Shunday masala. Yani sifat tavabi'ni gapini deb bergan bo'ldi. Ve tekunul quyudu mahattal faidati. Ondan keyin bu qaydlar bizda narsa var. Muqayyat degan nima? Muqayyat degan istilohlarni bilib olinglar. Muqayyat degan qaydga kelgan jumla. Taqyid degan jumlani qaydga keltirish. Qayd degan-cho shu jumlaniki qo'shilgan qo'shimchisi. Qayd bo'lib qo'shilgan qayd. Asosiy bo'lak emas, qo'shimcha bo'lak qayd. Qayd deb ataladi, tushunarmi? Val quyudu endi shu qaydga kelgan jumlada mahattul foida. Foydaning obyekti nada? Foydaning obyekti, foydaning bekiti nada? Asosiy markaz nada? Qaydlarda bo'ladi. Bir jumlada qaydlik jumla keldimi? Bizning asosiy diqqatimiz nega qarash kerak? Shu qaydga qarash kerak. Asosiy maqsad nada? Qaydda. Qaydning boshida emas. Qaydning boshidagi jumla asosiy maqsad emas. Nima ish qiladi ama? Val kalamu biduniha. Chunki agar kalam shu qaydsiz bo'lgan kalam nima bo'ladi? Kadiban. Yolg'on bo'lib qoladi. Yolg'on gap bo'lib qoladi. Av g'ayri maqsudun bizat. Yoki asosiy maqsad emas bo'lib qoladi. Kayf. Desa masalan, "Va ma xalaqnas samawati val arda va ma baynahuma la'ibin." Bu oyat qarasanglar, biz mishadagi jumladagi qayd. O'ylab qo'yinglarchi, qayd nima deydi? Qayd la'ibin degan so'z. Agar bu la'ibin degan so'zni ilmasiga hozir masalan gap yolg'on bo'lib qoladi. Masalan, "Va ma xalaqnas samawati val arda va ma baynahuma" degan gap qolsa, biz osmon zaminni va osmon zamin orasidagi narsani yaratmadik degan gap. Alloh taolo osmon zaminni yaratgan desa, demak gap yolg'on bo'lib qoladi. Demak, la'ibin kelish kerak emas. La'ibin kelmasa gap nima bo'lib qoladi? Gap yolg'on bo'lib qoladi. Bir. Endi yani biz osmon zaminni nima o'ynashib o'tib yaratmadik. Nima? Bir hikmat bilan yaratdik degan ma'no chiqdi. Endi maqsudimiz zot. Yani demak, biz bu yerda shu jumlani qulashtirib qaraydigan bo'lsak, la'ibinni qaydlaganlikka qaraydigan bo'lsak, qanday bo'ldi qarasak, asosiy bizning asosiy maqsad markaz nega asl degan, la'ibin asl degan. Va ma xalaqnas samawati val arda va baynahuma asosiy maqsad emas ekan jumladagi. Asosiy maqsad yani la'ibin biz osmon zaminda va orasidagi narsalarni o'ynashib o'tib, chaqchaq qilib o'tib, baqoga yaratmadik, balki ma'lum bir maqsad uchun, hikmat bilan yaratdik. Sizlarni ma'lum bir maqsad uchun. Degan la'ibin degan asosiy jumlaning asosiy ma'nosi, asosiy maqsadi ichadi ekan. Bu qayd degan intayin muhim narsa. Jumladagi qaydga ajoyib nima bilish kerak? E'tibor berish kerak. Diqqatimizni shu yerga berish kerak. Diqqatimizni shu yerga markazlash kerak. Unda biz jumlaning asosiy mazmunini tushuna olamiz. Ammo 5 ta o'tirib 5 bilan qolsak jumlani tushunmaydi. Xo'sh. Endi va amman nawasikh. Endi biz ama 5 so'z o'tganimizda kelgan nawasikh keldik. Nawasiklar, ya'ni mubtada xabarlikka ismni amaldan qoldiruvchilar. Hatto harakatni ham. Va amman nawasikhu. Nawasiklar bo'lsa, fattaqyidu biha, bu nawasiklar bilan qaydlik keltirish jumlani yakunu lil aghradi allati tuaddiha ma'ani alfazin nawasikhi kal istimrar. Yani nawasiklarning lafzlarining ma'nilari ado qiladigan g'arazlar uchun bo'ladi. Yani nawasiklarning lafzlarining ma'nilari ado qiladigan nima g'arazlar uchun bo'ladi. Buni degan gap, yani biz nima uchun nawasikh bilan jumla qayta keltiramiz desa, shu nawasiklarning hammaning o'z oldiga ma'nosi bor, ifodalaydigan. Shu ma'nolar nima qilsin? Shu ma'nolar ado qiladigan g'arazlar nimaga jumlaniki mazmuniga qaytilsin. Ya'ni demak, taqmoddilashtirsak, ya'ni shu nawasiklarning ma'nolari nimaga
cümleniki asosiy ma'nosiga qitilsun deb nima qilamiz? Cümlede navasıqlar bilan muqayyatga aylantiramiz mutlaq cümleni. Masalan, kal istimrari masalan. Ularning ma'nolari masalan af'al naqs qaraydigan bo'lsak nima? Ma zala zaydun qa'iman deb kelsa masalan, ma zala, ma bariha va man fakka degan so'zni-chu nimani bildirdi? Davomni, istimrorni bildirdi, davomlashishni. Ma zala zaydun qa'iman. Zaydun qa'imun. Zaydun qa'imun degan bir jumla bor bizda. Zayd o'tirliq. Bundan başqa hech qanday narsa yo'q. Ammo Zaydning davomli o'tirganligini, hala o'tirayotganligini bildirmoqchi bo'lsam nima qilaman? Mazala degan navosiq kelmam af'al naqisni. Mazala Zaydun qa'iman. Shuning bilan jumla nimaga erishdim? Zaydning o'tirganlik degan hukmga qo'shimcha yana Zayd hala o'tiryotdi. Zayd hamisha o'tiryotdi. Zayd o'tiraverdi degan qo'shimcha ma'noni qildim, erishdim. Shundan maqsad bu. Avil hika kal istimrari avil hikayati ani zamani fi kana. Yoki navosiqning yoki bu qayta keltirishning foydasi erish bo'ladi. Qanday foydani? Ya istimrordan iborat foyda, ma'na. Yoki kanadagi zamondan hikoya qilish. Kanadagi zamondan Kana'nın zamanını hikaye qilish. Mesela Zaydun alimun degan so'z bor. Uni keyindan kana qo'shildi. Zayd alim degan mutlaq hukm. Uningga kana degan af'al naqsi qo'shtirdim bo'ldi. Zayd alim edi. O'tib ketgan. O'tgan zamonga o'tgandik mana. Zayd alim degan gapda o'tgan zaman, hozir zamonning gapi yo'q. Zayd alim faqat. Lekin uni kana qildimi? Dikkilik buni nimaga o'zgardi? O'tgan zaman o'tib ketdi. Zayd alim bir adam edi. Deb ketgan bir qadimgi zamondagi Zaydning hikoyasi so'zlaganga aylandi. Shunda ham shu foydani oldik mana. Olgan foydamiz shu. Endi va tawqit yoki avi tawqiti bi zamanin muayyanin fi dhalla va bata va asbaha va amsa va adha. Yoki nimaga o'xshash? Masalan jumlada navoslar bilan qayta keltirishni oldigan foyda. Masalan zalla, bata, asbaha, amsa va adhalarning ma'nosidagi muayyan bir vaqt bilan nima belgilash, vaqtni qo'shish jumlaga. Masalan, zalla Zaydun Zaydun qa'imun dedim. Zaydun qa'imun desam buningga Zayd o'tirliq degan gap. Buningga zallani qo'shdim-ku, nima bo'ldi? Zayd zalla degan gap tik tushdi. Nahar. Zayd kunduzda o'tirdi. Meni kechida emas degan ma'no bildirdi. Tushundingmi? Endi va batani qo'shdim men. Zaydun qa'imunga. Zaydun qa'imunga batani qo'shsam bata Zaydun qa'iman desam-ku. Zayd kechida kamil o'tirib chiqdi degan gap. Qam qilib chiqdi degan gap. Asbahani qo'shdim. Masalan, Zayd qa'im dedimmi? Asbaha Zaydun qa'iman desam, Zayd saharda nima qildi? O'tirdi. Zayd saharda o'tirdi degan gap. Amsani qo'shdim. Ya Zaydun qa'imunga amsani qo'shdim. Amsa Zaydun qa'iman desam, Zayd kechda o'tirdi. Adhani qo'shdim. Adha Zaydun qa'iman. Zayd duha vaqtida, ya'ni atganki tushdan burunqi bomdatdan keyin sahardan keyin ya'ni soat 8-9-10 atrofida zuha vaqtida nima qildi? Turdi degan ma'no oldik. Shunda olmamida foydalar bor. Aw bi halatin muayyanatin fi dama. Yoki damadagi muayyan bir holat. Masalan, ma dama, man fakkadan qabaytki. Shu muayyan bir holatni Zayd mush bir holat. Masalan, Zaydun qa'imun. Uningga ma dama Zaydun qa'iman desam-chu, Zayd hala o'tiryapti. Zayd o'tiraverdi degan ma'no. Va yoki val muqarabati fi kada, masalan kada, karaba, aw shakadaki muqarabatni foyda bilishdak masalan. Muqaraba degan gap yaqinlashish. Masalan, Zaydun qa'imun desam, Zayd o'tirliq. Kada Zaydun qa'imun desam, ya'ni Zayd o'tirishga yaqinlashdi. Zayd to'g'ri qopdi degan gap. Zayd o'tirishga yaqinlashdi. O'tirmadi, o'tirishga yaqinlashdi degan ma'noga o'tdi. Karuba aw shakadagi hammasi bir ma'noda. Ya'ni qaraba Zaydun al-qiyam degan bo'ldi. Qaraba qiyamu Zaydun degan bo'ldi ma'nosi shunday. Qaraba qiyamu Zaydun bir ma'nosi o'xshash. Val yaqin fi wajada masalan. Yoki yaqinni, jazmiyatni ifodalashdak masalan. Fi wajada, alfa, dara, ta'allama, alima wasbudum, alima masalan. Va halum majala degan mushtariqida degan gap. Halum majala degan mushtariqida masalan.
Af'al qulub bo'lma yoki af'al qulub bilan nima af'al qulub kelsa nimani ifodalash mumkin? Jazmiyatni masalan. Masalan vajadtu Zaydan qa'iman. Masalan Zaydun qa'iman degan jumla Zaydni to'litsam vajadtu Zaydan qa'iman desam shunda bo'ldi. Ya'ni Zaydning turganligini topdim. Ya'ni jazmlashdim menga. Zaydning jazman turganligini bildim, vajadtu qalbimda. Vajada ma'nosi af'al qulub bo'lganda alima ma'nosidan bo'ladi. Zaydning jazman turganligini qildim, bildim. Va'lum majaran degan gap ya'ni masalan af'al qulubniki bir nusxasi bor nima? Af'al zan masalan zanna. Zanantu Zaydan qa'iman desa, ya'ni Zaydning Zaydni yuriturdi deb o'yladim. Demak, bu masalalarning hammasida shu ma'nolarni shu Zaydniki asosiy bilakka Zaydun qa'imun degan asosiy ma'noga ya'ni shu qo'shimcha ma'nolarni qo'shish uchun shu nimalar bilan qo'shimchalar bilan nima qilindi? Qayd qilinadi. Bu masalaning biz asosi nima deb chiqdi sizlarga anaqa? Nahv grammatika deb chiqadigan masalalar. Bu masala maktab yangi mubtadi uchun boshlangan ekan, mubtadi uchun. So'ngiga ba'zan nahvidagi masalalarni nima qiladi? Asl tipli qo'shyotdi. Ammo ma'noning keyingi kitoblarda matn tarhis masalan. Matn tarhisini o'qisang mumkin bunday gapni hargiz deb bilmaysiz. Hozir bilaman. Siz tushunmaydigan bilak gapni deydi. Mavsini hozir shu matn tarhisga yaqinlashtiryotdi. Nahvdan pek uzatmay yaqinam. Sizlar nahvdan yangi chiqqan odam bo'lganingiz uchun sizlarga ikki orada vosita bo'lib turadi maktab. Shuning uchun bek yaxshi kitob bu. Yani adamni balog'atga yetkazish uchun bek foydali kitob. Fal jumlatu fi hada tanqidu min al-ism wal khabar. Endi buningdagi jumla degan gap nima? Ya'ni shu navosihlardagi navosih bilan mutlaq xitim muqayyatlikda o'tkazilgan jumla tanqidu min al-ismi wal khabar. Nimadan chiqiladi? Ism va xabardan chiqiladi. Ism va xabar. Ya'ni masalan nimaning ismi? Kananing ismi, innaning ismi deganda ismi bo'ladi, xabar bo'ladi. Shuni tarkibda bo'ladi. Aw min al-maf'ulayn faqat. Masalan agar fe'l af'al qilib qolsa, nimadan chiqiladi? Ikki maf'uldan chiqiladi masalan. Masalan zanantu Zaydan qa'iman degandek masalan ikki maf'uldan chiqiladi. Fa idza qult masalan sen zanantu Zaydan qa'iman desang, sen masalan fa ma'nahu bunun ma'nosi Zaydun qa'imun ala vajhi zan degan bo'ldi. Zayd guman yo'li bilan o'tiruvchidir. Ya'ni nima yo'lidan emas, ya jazmiyat yo'lidan emas, boshqa yo'lidan emas, faqatlam guman yo'lidan. Ya'ni Zaydni men o'tirganmikin deyman. Zayd mening gumonimda o'tirganmikin deyman. Ya'ni keskin emas. O'tirganmikin deyman degan bo'ldi. Tushundingmi? Va oxir davana alhamdulillahi robbil